Akalar boshlang'ich to'lovsiz Gentra qo'yib yuboraman. Kraskasi tozasidan qo'yib yuboraman. Bir xilda kommentariyaga yozayotgan ekan. Boshlang'ich to'lovsiz qo'yib yuborsiz, aka menimcha qurtlagan bo'lsa kerak, menimcha qiynalgan bo'lsa kerak. Kraskasi ko'p-da, aka shuncha arzon deb qo'yib yuborsiz. Yo'q akalar. Kraskasi tozasidan mana sizlar uchun qo'yib yuboramiz. 2022-yil ishlab chiqarilgan avtomat korobka, full pozitsiyasi. Mashinada polni tomlarigacha tepapaz, polni hamma yog'i shumka qilingan. Akalar koptoda yuradi. 4 ta yumshoq balonlarigacha taqib qo'yilgan, monitorlari qo'yilgan, chexol qo'yilgan, poliki bor. 100 ming kilometr atrofi yo'q masofani bosib o'tgan. Akalar gazlarigacha uстановка qilib qo'yilgan. Xullas, boshlang'ich to'lovsiz mana shu Gentrani polni shumka bo'lgan, kraskalari absolyutno top-toza bo'lgan Gentrani Xodi avto orqali bemalol kelib turib xarid qilsangiz bo'ladi. 12 ta viloyat, bitta pasport evaziga boshlang'ich to'lovsiz Gentra. O'sha gap xarajatinglarni o'zingizlar qilib olasizlar. Notarius nomeri u yoq bu yoq $850 atrof ketadi. Viloyatga keladigan bo'lsanglar, ovora bo'lib, sarson bo'lib, viloyatga borib nomer taqib o'tirmaysizlar. Mana shu Toshkentning o'zida hamma ishlarni bitirib beramiz. Ertalab keladigan bo'lsanglar, kech payt mashinani haydab, yaxshi niyat qilib bitta onaxondan duo olamiz. Bemalol chiqib keturasizlar. Joningizlar sog' bo'lsin, kuzatishda davom etinglar. Xodi avtoslarning ishonchli uchun harakat qilyapti.